Uchastkovoyda uyi bor, mashinasi bor. Xalqimizga sadoqat bilan xizmat qiladi. Natija bo'ladi. Jinoyat o'z vaqtida ochiladi. Agar jinoyat ochilayotgan muhit yarata olsak, jamiyat o'zgaradi. Muhtaram Prezidentim, barcha imkoniyatlarni bizga yaratib berdingiz. Buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kelgusida mening mahallamda birorta bir jinoyat sodir etmasligiga mahalla yetkazligim bilan va'da beraman. Sizning e'tiboringiz tufayli profilaktika inspektorlari chinakam xalqning suyanchiga aylandi. Biz har bir mahallada osoyishtalikni ta'minlashga mas'ulmiz. Yangi O'zbekiston bu shunchaki mamlakatning nomiga qo'shilgan tashbih emas. Bu umummilliy harakat, har bir yurtdoshimizga shijoat baxsh etgan g'oyaga aylandi. Bu davrda aholi xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb masala sifatida qaralib, ichki ishlar organlari tizimini isloh qilish maqsadida 354 ta normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Shaxsiy tarkibning 80% quyi tizimga, xalq bilan yuzma-yuz ishlashga tushirildi. Bo'linmalarning kuch vositalari, moddiy texnik bazasi zamonaviy darajada yangilanib, xodimlarning ishchi sharoiti va ijtimoiy himoyasi mustahkamlandi. Eng muhimi, inson qadri va uning huquqlari qadrlanadigan jamiyat, xalq manfaatlari uchun xizmat qiladigan tizim barpo etildi. Muhtaram yurtboshim, sizning irodali tashabbusingiz bilan bugun yurtimiz ayollarining haq-huquqlari ishonchli himoya qilinmoqda. Jinoyatni jilovlashga ilmiy jihatdan yondoshilib, profilaktikaga urg'u berildi. Ko'cha va jamoat joylarida xizmat olib boruvchi naryadlarning doimiy faoliyati ta'minlanib, har bir murojaatga zudlik bilan munosabat bildiruvchi tizim yaratildi. Yangi O'zbekistonning yo'l infratuzilmasi siz boshchiligingizda mutlaqo o'zgacha qiyofaga kirmoqda. Yo'llarda xavfsizlikni ta'minlashga biz farzandlaringiz kamarbastamiz. Shaharlar markazdan tortib eng chekka hududlargacha ichki ishlar organlari bo'linmalari yangi qiyofaga kirdi. Turizmda xavfsizlikni ta'minlash, axborot xizmati, xotin-qizlar bo'yicha va inspektor psixolog kabi mutlaqo yangi tuzilmalar, raqamli situatsion markazlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Davlat rahbari qaysi hududga borsa, albatta profilaktika inspektor bilan uchrashib, ularning xizmat faoliyatiga e'tibor qaratdi. Starshий leytenant hozir kapitan bo'ldi. Agar har bitta uchastkavoy shunday harakat qilsa, bizda jinoyat bo'lmaydi. Unvonni e'tirof berishga mening huquqim bor. Jasorat bilan, ishonch bilan aytyapsan. Hayotingni shunga bag'ishlagansan. Mana senga o'xshaganlarni tarbiya etmoqchiman. Mana sen nazoratga olingan kadr bo'lding. Kapitan bilan tabriklayman. Muhtaram Prezidentim, siz boshchiligingizda huquqni muhofaza qilish tizimi to'liq raqamlashtirilib, yurtdoshlarimizning uzog'i yaqin, og'iri yengil qilinmoqda. Huquqni muhofaza qilish organlarini yosh va salohiyatli kadrlar bilan ta'minlash, xodimlarning bilim saviyasi, jangovar tayyorgarligi va malakasini oshirish bo'yicha ilg'or tajribalar joriy etildi. Bugun Yangi O'zbekiston ichki ishlar organlarining har bir xodimi vatanga sadoqat ruhida, prezidentning xalqchil siyosatidan minnatdor holda xizmat olib bormoqda. Ichki ishlar tizimiga har yili minglab biz kabi yoshlar kirib kelmoqda. Biz yoshlar sizning shijoatingizdan kuch olamiz. Yuqoridagi islohotlarning barchasi davlatimiz rahbarining odilona qarorlari, xalq manfaatlarini ustuvor vazifa sifatida belgilab, butun dunyoga yuz tutayotgan 3-renesansni boshlab beruvchi buyuk davlat bunyod etish yo'lidagi fidoyiliklarning mahsulidir. Hurmatli Prezidentim, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hurmatli oliy bosh qo'mondon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.